Qo'limdagi bu ikki kitobda Hitler Germaniya hukumat tepasiga kelgan davrda yashagan, Ikkinchi jahon urushini ichdan ko'rgan yoshgina nemis yigiti Mervinning sarguzashtlari jamlangan. Kitobning birinchi qismi Mervin meni izlasang topasan deb nomlangan. Xo'sh, nega bunday? Bilasiz, deyarli hammada 11-16 yoshlar oralig'ida o'tish davri hisoblanadi. Buni biz o'smirlik davri deymiz. Unda jizzaklik, sabrsizlik, har tomondan o'zini izlash va beqarorlik juda tabiiy bir shaklda bola xarakterining asosiy nuqtalariga aylanadi. Bu davrda qaysidir ma'noda insonga shakl kiradi, atrofga va g'oyalarga moslashadi. O'zi normalda ham qiyin o'tadigan o'smirlikka ikki jahon urushidan birining qaynoq va og'ir davri to'g'ri kelib qolsa, qanchalik og'ir hayot yuzaga kelishini tasavvur qilavering. Mervinning birinchi qismi ana shuning uchun ham asosan o'smir yigitning o'z shaklini qidirishi, bu yo'ldagi qiyinchiliklari va Ikkinchi jahon urushi fonida o'zini topishga qiynalishi aks ettiriladi. Shu bois ham kitobning birinchi qismi Meni izlasang topasan deb nomlanadi. Bu birinchi kitobda 1938-yildan 1945-yilgacha bo'lgan Hitler Germaniyasining ichki olami yoshgina nemis yigiti Mervin nigohidan ko'rsatiladi.